Yandexda biznes taksi qilib turib bir kunda o'zi necha pulgacha ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, get to. Biznes taksida ishlashingiz uchun sizga birinchi navbatda dress code, ya'ni forma kerak bo'ladi. Oq ko'ylak, qora shim, undan tashqari ustingizda qora palto bo'lsa ham hisobga o'tadi. Birinchi bo'lib turib Tesladan o'tasiz, undan keyin suhbat bo'ladi. Suhbatdan so'ng biznes taksiga ishlagani chiqasiz. Ish boshlaganingizdan keyin mijozlar so'rashsa, eshiklarni ochib berish, salonda har doim 2 dona bezga suv turishi shart va mijozlar qanaqa qo'shiqlar so'rashsa, o'shani qo'yib berishi shart bo'ladi. San chiqqan kunlari yomg'ir yog'madi va zakazlarni uzoqga ishladim. O'rtacha 10 kilometrlik yo'lga 60 ming so'm chek chiqdi. Biznes taksida bo'lsa ishlab turib necha pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Biznes taksida uklonni bir kunda o'zi necha pul ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, get to. Men biznes taksi qilish uchun skromniy Malibu 2 ni sotib oldim. Albatta hazil. Akam-ikini olib taksi qilishni boshladim. Biznes taksi qilganlar bilishadi, juda ham ko'p choychaqa pul tushadi va undan tashqari o'yzam konditsionerda ketasiz. Ekonomdagi issiqda yururmaysiz. Ishqi biz uklondagi efirlardan zakazlarni olib, klientlarni kutib oldik va undan tashqari ularni o'z manzillariga olib borib qo'ydik. Albatta klientlarni oldiga borishdan oldin telefon qilib videoga olayotganimni aytib qo'ydim. Videoni ko'rish jarayonida albatta sizlar bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar sizlarda ham Malibu 2 bo'lsa, bemalol biznesga olib, normalniy soqqa qilsangiz bo'ladi. 2-3 kilometrga dashi 23 ming so'm ham ishlab topsanglar bo'ladi. Uklonni taksi qilganingizda bonusli sistemalar juda ham yaxshi. Chiqib biz uklonni biznes taksi qilib turib necha pul topganimizni ko'rishingiz mumkin.